Xudo taolo qiyomat kunida odamlar Allohni qo'yib o'ziga iloh qilib olgan o'sha ilohlarini, ya'ni kimdir mansabni o'ziga iloh qilib oladi, kimdir mol dunyoni o'ziga iloh qilib oladi, kimdir boshqa narsalar. Ana shu narsalarni to'plab aytar ekan, sizlar men ilohman deganmidilaring, bu bandalarim men emas sizlarga ibodat qildi deganda ular aytishar ekan, Allohim deyishar ekan. Sen ularni va ota-bobolarini shunchalik ne'matlantirdingki, huzurlantirdingki, hatto ular seni unutishdi va halokatli qavm bo'lib qoldilar deb aytishar ekan. Qarang, ba'zi bir insonlar mana shundoq haddan oshishiga, oyog'i yerdan uzilishligiga Allohning bergan ne'matlari ham ta'sir qilar ekan, aytishar, Allohim sen bularga shunaqangi ne'matni ko'p berding, shunaqangi bir huzurlantirdingki, oxir oqibat haddlaridan oshib to'qlikka sho'xlik qilib hatto seni ham unutishdi. Mana shu sen bergan ne'matlaringni ko'tara olmadi bular deyishar ekanda. Xudo asrasin bundan. Mo'min odam borida ham yo'g'ida ham bir xil bo'lish kerak. Ba'zi bir odamlar bor, mana shunaqa ne'matlari ko'tara olmaydigan, amalni ko'tara olmaydigan, boylikni ko'tara olmaydigan, mansabni ko'tara olmaydiganlar.